Xo'p, mana bu mashinamizga bir e'tibor beringizlar akalar. Nexia bir mashinamiz, polni tuning navorot qilingan. Bu mashin Jo'ramniki Mirzo. Yaxshimisan Jo'ra? Yaxshi kelib oldingmi? Jo'ra, men mashinani ko'rdim, zo'r navorot qilingan, tuning qilingan. Mendan nima xizmat? O'zi mashinang zo'rga o'xshayapti. Sen endi umidom qilasan-ku, alisalar o'rnatib men internetda ko'ryapman, juda yaxshi. Mana shu mashinamga ham alisani o'rnatib bergan, polni elektronikasi alisa bilan ishlasin. Aqlli mashina qilib bera olasanmi? U qilamiz, muammosi yo'q. Qanaqa xizmatlar qilsak bo'ladi? To'xta, yaxshisi buni obunachilarimizdan so'rab ko'ramiz, biz kuzatib turganlardan. Akalar, Nexia bir mashina, bunga Alisa o'rnatmoqchimiz. Smart mashina qilmoqchimiz, telefon orqali, ovoz orqali ichkaridan boshqariladigan. Qanaqa qulayliklar qo'shsak bo'ladi? Pastda kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirsangizlar bo'ladi. Jo'ra, Qila olasanmi o'zi? Qo'lingdan keladimi? qilamiz xudo xolasa. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, bemalol ko'rib kuzatsangiz bo'ladi. Bir necha seriyali qilib xudo xolasa jarayonlarni sizga ko'rsatib boramiz.